O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi 1992-yil 10-dekabrda Yuqori Kengashning 20-chaqirig'ida qabul qilingan. 1992-yildan hozirgacha O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov so'zi, O'zbekiston xalq bastakori Mutal Burhonovning musiqasi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi to'g'risidagi qonunning 2-moddasi O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi O'zbekiston Respublikasi suverenitetining ramzidir. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining to'g'risidagi qonunning 1-moddasi O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasining matni va musiqiy tahriri tasdiqlansin. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi qabul qilingan muhim sana munosabati bilan 19-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida ma'naviy-ma'rifiy tadbir tashkil etildi. Tadbirning asosiy maqsadi o'quvchilar qalbida vatanga sadoqat, milliy g'urur va davlat ramzlariga bo'lgan hurmat tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iborat bo'ldi. Tadbir tantanali ruhda boshlanib, uni olib boruvchi maktabimizning direktor o'rinbosari Turg'un Zamonov fikr so'zi bilan ochib berdi. Olib boruvchi o'z nutqida davlat madhiyasi millat sha'ni va istiqlol timsoli ekanini alohida ta'kidlab, ushbu qutlug' sana munosabati bilan barchani samimiy tabrikladi hamda madhiyaning jamiyat hayotidagi ahamiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tdi. Shundan so'ng navbatdagi so'z 11-sinf o'quvchisi Pardayev Javohirga berildi. U o'z chiqishida O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining yaratilish tarixi, uning mualliflari, qabul qilingan sanasi hamda mazmun mohiyati haqida batafsil ilmiy axborotga boy ma'lumotlar berib o'tdi. Shuningdek, madhiyaning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni va vatanparvarlik ruhini shakllantirishdagi ahamiyatini ham yoritib berdi. Keyingi jarayonda O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangrab, tadbir ishtirokchilari, o'quvchilari tomonidan unga chuqur ehtirom va yuksak hurmat bajo keltirildi. Ushbu lahzalar barchaning qalbida milliy faxr va birlik tuyg'ularini yanada mustahkamladi. Tadbir davomida o'quvchilar ham faol ishtirok etganligi sababli turli xil faxriy yorliqlar bilan taqdirlandi. Ular davlat ramzlariga hurmat bilan munosabatda bo'lish har bir fuqaroning konstitutsiyaviy burchi ekanini alohida ta'kidlab o'tgandilar. Tadbir yakunida davlat madhiyasiga bo'lgan hurmat va sadoqatni yanada oshirish, uni asrab-avaylash har bir yoshning muqaddas vazifasi ekanligi qayd etildi. Ushbu tadbir o'quvchilarning ma'naviy dunyosini boyitgan, ularni vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashga xizmat qilgan muhim ma'rifiy, ma'naviy jarayon sifatida yakunlandi desak mubolag'a bo'lmaydi.